komissiya bo'yicha arizalarni topshirish, ularni qabul qilish, ko'rib chiqish muddati va komissiyaning ichki faoliyati Davlat kadastr palatasi raisi tomonidan alohida tartib asosida belgilab qo'yildi. Unga ko'ra jismoniy va yuridik shaxslar ushbu komissiyaga apellyatsiya kadastr.uz axborot tizimi orqali murojaat etishi belgilandi va ushbu komissiya orqali murojaat etilgandan so'ng ushbu murojaat 10 kun ichida ko'rib chiqish shartligi va bu bo'yicha bevosita fuqarolar ishtirok etishi ta'minlanishi alohida belgilab o'tildi. Nafaqat fuqarolarimiz bu yerga kadastr binolariga kelib, bundan tashqari elektron shaklda o'sha axborot tizimi orqali murojaat etishi mumkinligi bu fuqarolarga qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida ishlab chiqib joriy etildi. Bu axborot tizimi orqali murojaat etilishi bu fuqarolarni qog'oz orqali murojaat etilmasligiga olib kelmaydi. Fuqarolarimiz bevosita onlayn ham yoki qog'oz shaklda ham murojaat etishi mumkin. Bunda agar fuqarolar kadastr binolariga kirib yoki elektron pochta orqali murojaat etilgan taqdirda ushbu murojaatlar 1 ish kuni ichida tizimga ro'yxatga olinadi va tizim orqali barcha ishlar amalga oshiriladi. Bugungi kunda hududiy komissiyalarga 2000 dan oshiq murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ularning 80% komissiya tomonidan ko'rib chiqilib, qonuniy qarorlar qabul qilingan. Davlat kadastr palatasida har haftaning ma'lum bir kuni umuman qonunchilik hujjatlari bo'yicha targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda. Mazkur targ'ibot ishlarining jarayonida har oyda mazkur komissiya faoliyati bo'yicha komissiya a'zolarini, nafaqat bu yerda kadastr xodimlari, balki komissiya a'zolariga hududiy adliya, soliq, qurilish organlari, advokatlar palatasining ham vakillari qatnashadi. Ularga ham bevosita komissiya faoliyati, qulayliklar haqida tushuntirish targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda.